obunachilar. Bugun 8-aprel chorshanba. Qo'qon Nexia bozoridamiz. Xudo xolasa video oxirigacha ko'rsanglar, har xil Nexialarni ko'rsatamiz. O'zingizga yoqqanini tanlab xarid qilishingiz mumkin. Bo'lsa boshladik. Akalar Nexia ekan tozasini so'raganlar uchun ko'ra baho berib qo'yasizlar. Sons gibrid motorda metanlar uстановка qilib qo'yilgan. Konsertlar ishlaydi, akkumulyatorlar yaxshi holatda turibdi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalari toza ekan, mutlaqo toza. Diskalarni qo'yib qo'yishibdi, sportli diskalarida yumshoq balonlar qo'yib qo'yishgan ekan. Eshiklar ham shumka bo'lgan ekan. Malibu 1 rul. Tolik, chehol, magnitofon bor, Lasetti bar. Qaravay kelgan musik. 288 ming ekan. Arqa holatlari akkuratni turibdi lekin. Ustali temir metan balonda. Kuluvchilar hamma yoq joyida. Arqalari shumka ekan. Yondan lekin diskalar bilan boshqacha turibdi akalar. Aka bu polni shumka bo'lgan ekan a? Ha, polni shumka bo'lgan. Full shumka bo'lgan. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Narxini qancha deyapsiz aka? 5 mingdan tushib beramiz. 5 mingdan o'tib beriladi. Bank vikub bormi? Banki bor. Bank qilib beriladi. Ha, banki qilib beriladi. Bo'ldi aka, nomeringizni aytib yuborsiz. 99lik 99 870 870 0590. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Nexia 1.6ligidan so'raganlarga holati ideal holatda, kondisionerlar ishlaydi, 1.6lik. Umuman aybi yo'q, motor hadoylari joyida. 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ko'ra baho berib qo'yasizlar. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Hop, apshikalari mati yo'q turibdi hali. Yangi holatda. Ichlari polilar toqilgan, jehollar toqilgan. Lasetti var, Lasetti rol. Monitorlarini qo'yib qo'yishibdi. Asa qarab minilgan mashina ekan. Probeglari 129 ming ekan. Arqalarini ham ko'rib qo'yasizlar. Haqiqatdan ideal mashina ekan. Bagaj holatlari. Kraskalari ham toza ekan. 4-5 shumka bo'lgan ekan. Aka narxi qancha deyapsiz? 6200. 6200 ekan. Bank qilib beriladi. Hop. Aka nomeringizni aytib yuborasiz? 91lik 735 4300. 4300. Aloqaga chiqarasizlar, lekin toza mashina ekan. Nexia 2 Stanley 1.6ligidan so'raganlar uchun ko'ra baho berib qo'yasizlar. Kraskalari toza ekan, motor hadoylarida umuman ish yo'q. Kondisionerlari ham ishlar ekan. Bu ham 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Nomerlariga ham baho berib qo'yasizlar. Balonlari yangi qo'yishibdi, yumshoq balonlar. Salon pishgan holatlari, mati bo'lib turibdi, tana holatda, polilar qo'yilgan. Chehollari Tiffany qilib qo'yishibdi, Malibu 2 rol. Lekin rol zo'r yarashib turibdi. O'zini magnitofoni zavodskiy. Holati ideal. Probegi 166 ming ekan. Arqalarni ko'rib qo'yasizlar. Ancha akkuratni qilib qo'yishgan ekan. Arqa holatlari
metallari bor. Kraskalari toza ekan. Toza zamonaviy bo'lganlariga. Aka bunimizni narxi qancha deyapsiz? 6000. 6000 o'tib beriladimi? O'tib beramiz. Banklar qilsam bo'ladi. Bo'ladi. Nomeringizni aytib berasiz? 91. 91lik 735 4300. Aloqaga chiqaramiz akalar. Akalar Nexia 1 puliga Nexia 2 ko'rib baho berib qo'yasizlar. Sonstram bilan motorda. Kondisionerlari ham bor ekan. Metanlar uстановка qilib qo'yishgan ekan. Akkumulyatorlar yangi holatda. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, kraskasi ikkita petno bor ekan. Qolgan joyi toza ekan. Saka diskalar taqib qo'yishibdi. Yumshoq balonlarda bossang diska. Salon holatlari elektr oyna ko'targichlari oliylar taqib qo'yishgan. Chexollar bor. Lasetti bor. Zavodskiy rullarda, zavodskiy magnitofon. Pravek keladigan bo'lsa 340 ming pravek. Arqalari, kolonkalarni zavodskiy ekan. Afishkalari. Aka narxini necha bilib turadingiz? 3400 dan tushib beriladi. Bank nasiya bormi? Bank qilib beramiz. Bank qilib beriladi. Nomeringiz territorial odam bo'lsa nasiyaga ham chiqaveradi. Bo'ldi aka. Nomeringizni ayting aka, aloqaga chiqsak. 94lik 093 093 91 21. 91 21. Kondisionerlar ishlaydi. Kondisionerlar hamma yoq ishlaydi, radni. Bo'ldi, aloqaga chiqamiz akalar. Kraskasi bor. Akalar Nexia 2 1.6ligidan ko'rib baho berib qo'yasizlar. 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kondisionerlari ishlaydi, metanlar uстановка qilib qo'yishgan. Akkumulyatorlari ham yangi qilib qo'yishibdi. Hop, balonlari ham ideal holatda turibdi, yumshoq balonlarda. Salon holatlari, afishkalari matib turibdi. Tog'li chexollar qo'yilgan. Kabelsinini qo'yib qo'yishgan ekan. Lasetti bar. Lasetti rul, monitorlari ham bor ekan. Hop, probegimiz 480 ming ekan. Shunga bo'lgan ekan. Kraskasi kelgan bo'lsa, mana shu yerdan pastida bor ekan. Qolgan joyi toza ekan. Orqasini ochib bo'lmadi ekan. Aka qancha deyapsizmi? 4000 dan tushib beriladi. 4000 dan o'tib beriladi. Bank nasiya bormi? Yo'q, nasiyasi yo'q, naqdga aka. Naqdga, bank ham yo'q-a? Yo'q. Bo'ldi, aka nomerni aytib berasiz. 90lik 90lik 233 233 93 93. 93 93. Aloqaga chiqaramiz akalar. Nexia 2 oppog'idan ko'rib baho berib qo'yasizlar. Sonstram bilan motorda. Metanlar uстановка qilingan. Kondisionerlar ishlaydi. Akkumulyatorlari ham yangi holatda. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi keladigan bo'lsak, 15% ishlayapti. Qanotda arqa eshik и unus tomondagi arqa eshik. Salon holatlari, afishkalari Mateo tana holatda turibdi. Hop, pravega kelgan bo'lsak, 220 ming praveg. Magnitofonlar qo'yilgan. Arqa holatlari, chexollar ham Alicantaro oligidan qo'yib qo'yishibdi. Arqa oldi, lekin pechat ekan mashinani. Metallar uстановка qilingan.
Xo'p, narxga keladigan bo'lsa, 4,5 mingdan o'tib beriladi. Ikki nomer aytaverasiz. 91lik 91lik 323 323 79 79. 79 79. Aloqaga chiqaramiz akalar.